Zavarnoy deb bilgan shirinligimizni profiterol shaklini tayyorlaymiz. Ishni krem tayyorlashdan boshlaymiz. Bir qozonchaga sut, tuxumni sarig'i, un, shakarni olib aralashtirib past olovda pishirib olamiz. Pishgan kremimizga vanilin, slivishniy, xohishga ko'ra yoqaymi yo'qida shokolad solamiz. Ustini strechlab sovigunigacha zavarnoyni xamirini tayyorlab olamiz. Suv va slivishniyni qozonchaga olib erigach unni solib yaxshilab aralashtiramiz suv qolmagunigacha. Pishirgan xamirimizni sovutib, tuxumlarni birma-bir solib mikser qilib olamiz. Tayyorlagan xamirimizni xohishga ko'ra kattaliklarda shaklda siqib pishirib olamiz. Aytgancha, agar sizda yo'q bo'lsa, choy qoshiqi yordami bilan ham patnisga terishingiz mumkin. Men kremlarimni meshok uchi yordami bilan to'ldirib oldim. Agar sizda yo'q bo'lsa, pichoq bilan kesib orasini krem bilan to'ldirishingiz mumkin. Profiterol shirinligimiz tayyor. Ustiga ganajni solib, xohishga ko'ra bezatamiz. Albatta bu shirinlikni yaqinlaringizga tayyorlab bering.